Norvegiyalik faoliyatchi Abduvali Ayıpning Twitter uchirda xabar qilinishicha, ilgari Turkiyada o'qib qaytgan Nihat Nijat, Zuliyar Yasin, Subi Tursun, Subi Mardan, Olimja Abdukirim qatorliq 10 nafar yosh o'tgan yilning oxiri tutqun qilingan. Bu yil 1-oyda ustidan sud ochilgan. Oradan 6 oy o'tganda ularning 10 yillikdan 20 yillik qadar kesib o'tilganligi oilasiga uqtirilgan. Bulardan biri Urumchi Tangirtog' davlat amonlik saqchilari tomonidan 22 iyul kuni tutqun qilinganligi dalillangan Raila Jaloliddinning o'g'li Zuliyar Yasin 15 yillik kesilgan. Telefonimizda qabul qilgan Baxulyan saqchixona xodimi o'z tavalligiga nopusliq bo'lgan Zuliyar Yasin haqida ma'lumot berishni rad qildi. Voy. Ya, Baxulyan saqchixonami? Ha, shu. Men sizning tavallikdagi Zuliyar Yasin degan bolaniki bir ahvolni uqmoqchidik. Fujandagi o'rmonchilik universitetini bitirib kelgan. Shu qancha yillik kesilgan bo'ldi? Ma ahvolning bizning xabarimiz yo'qkan. Shu onu biz o'qimay ekanmiz. Ondaqda Olimja Abdukirim degan bola-chu, qaramayliq bola, madaniyat buyumlari shirkati ochgan. O ishdan biz o'qimaymiz, xotinja paysa undaq o'z xotinja paysaning o'zi bo'lamiz. Undaq shu bolaning shirkati shu tavallikdimi? Yoki o'z shu tavallikda o'tganmi? Uni men o'qimayman, qarang. Amsi qaysi o'rin bildi, qaysi o'rinda so'rsak deb beralaydi buni. Yil kesimini. Saqchi qayerni so'raydiganligini bilmayman. Sizniki axborot bo'lim bormi shu Urumchi shahar saqchi darsida? Bor. Siz unda axborot bo'limining tashviqot bo'limining telefonda turing, sizning qo'lingizda bor, oldingiz telefonda turingizda qarang. Qarab menda ondan nomer yo'q-ki, men ishxonada undan nomer bo'lsa men sizga deb bermayman, qarang. Arziyat chiqqanda telefon qilib arziyatning ashlardan so'rang uni. Abduvali Ayıpning radiomizga bayon qilishicha, u yetakchilik qilayotgan Uyg'ur Yer fondi mahkumlarning Turkiyada o'qigan mazgildagi hayot haqida maxsus aniqlashib qolgan. Bu yoshlar 2013-2014 yillari Turkiya İstanbul shahridagi Fatih Cami'nin yendiki bir o'quvchilar yurtida deymiz. O'quvchilarning yotoq binosida turgan. Ma'lum bo'lishicha, ular İstanbul'dagi Fatih oliy maktab erkak o'quvchilar yotqida turgan bo'lib, ota-onasining chaqirtishi bilan 2016-yilning oldikayında yurtiga qaytib ketgan. Ular İstanbul'dagi mazgilda siyosiy faoliyatlardan o'zini qochirib, Zaytunburnu va Sapaköy qatorliq Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan mahallalarga yaqin yo'lamagan. Hatto ba'zilari Uyg'ur oshxonalarga qadam bosmagan. Bu o'quvchilarningki bo'libmi bu Urumchidan kelgan o'quvchilarning Turkiyadagi do'stlarining deyishicha, bu o'quvchilarningki hammasi degidek kishilik huquq, haq adolatga doir hech qanday masalalarga yaqin yo'lmaydigan bolalar deb nom bergan. 2017-yil cho'ng tutqun boshlanganda Olimja Abdukirim qatorliq bir qismi tutqun qilingan va 2 yilcha lagerda yetib chiqqan. Zuliyar Yasin qatorliq bir qismi ayni chog'da yoshi 18 dan to'g'an bo'lg'achqa tutqun qilinmagan. Bularning hammasi o'tgan yilning oxiri Turkiyada terrorlik ta'lim olish gumoni bilan tutilgan. Urumchi Tangirtog' rayonlik saqchi idorasining xodimi mazkur mahkumlar haqidagi savollarimizga javob berishdan o'zlarini qochirdi. Shu Turkiyadan qaytib kelgan, shu kesib kelgan 10 bolaninki yil kesimini qayerdan hukumat kimdan bilamiz? Odatda biz davlat bexatarligi yatırgan bu delolarninki natijasini, xulosasini kim hukumat? Saqchi o'rinlaridan chiqishga to'g'ri kelib qolsa. Men bilmayman buni. Yo, delo qabul qilgan odam siz bilishingni kerak qo'y, har qanday bir narsaning nagi borganligini. Delo ta'liq qilganlarninki delosini qabul qilgan qasdashni bilmayman. Mao delo bak mashhur delochi Zuliyar degan bola shu billa 9-10 bola tang tutilib ketgan. Mazkur mahkumlar oila to'batlaridan o'zini oshkorlashni xohlamagan biraylarning radiomizga ma'lum qilishicha, mahkumlar sudda bo'lginchilik va terrorlik bilan ayblangan. Hukm Urumchi shaharlik partkom siyosiy qonun komissiyasi tomonidan chiqarilgan. Tayinlangan advokatlar orqali oilalarga bildirilgan. Mahkum oilalarga hech qanday yozma qonuniy rasmiyat berilmagan. Bu vaqtdagi talabi keskin rad qilingan. Abduvali Ayıp deloning o'ydirma ekanligi sudda ortilgan atalmış jinoyat ko'rsatilgan asos va faktlarning ziddiyatlik va tutamsiz ekanligi, shunga doirlarning mahkum oila to'batlariga hukmnomani berolmaganligini bayon qildi. Bu deloning ahvolidan qaragan chog'da bu deloni bir qasdtanlik bir delo paydo qilish uchun delo paydo qilinganlik bir reallik bor. Buningda bu o'quvchi bolalarni va Turkiya tug'an bolalarni 2015-yili Turkiya tog'larida bomba mashq qilgan, terrorlik mashqida bo'lgan degan bir o'ydirmani bo'lib o'tirib qo'ygan.
Amaliyotda 2015-yili bu nima? Zuliyar Yasin nimada? Urumchida oliy maktab tayyorlayotgan vaqti. U chaqda Urumchida emas. Bunun ichida Subhi Mardon u chaqda nimada? Turkiyada emas. Ondan bu Olim Abdukarim u chaqda Turkiyada emas. Shunga bu yerdagi paket deb jinoiy paket deb o'tirib qo'yilgan narsa amaliyotda jinoiy paket bo'lamaydigan narsa. Bu sudga qatnashganlarningki bizga yetkazishcha bu ahvol bor. 2017-yil cho'ng tutqun boshlangandan buyon Uyg'ur jamiyatida kishilarning ozlig'anligi, lekin tutqunning tek pasaymaganligini tilga olgan Abduvali Ayub bu deloning faqat vazifa o'rindash, son to'ldirish uchunla yasab chiqilganligini ilgari surdi. Mushu yaqinda tutilgan bu 10 bolaning delosidan qaraganchada bu yerda bir xuddi tutish uchun tutqandekli bir ahvol bor. Ikkinchisi jamiyatda sen lagerdan tarbiyalanib chiqdim degan bilan lagerda turib chiqdim bir oqlandim degan bilan bundoq ahvol mavjud emas. Biz yanala sening peshingda biz yanala bu lagerdan chiqqan kishilarni aman qo'ymaymiz deb lagerdan tarbiyalanib chiqqan kishilarda va lagerga kirmagan kishilarda bir qo'rqinch, vahima, xavfsirashni yoritish uchun bo'layotgan ish deb qarayman. Hurmatli radio anglag'uchilar, yuqorida Turkiyada o'qib qaytgan Nihat Nijat va Zuliyar Yasin qatorliq 10 nafar yoshning 10 yillikdan 20 yillik qadar kesilganligi haqida anglatish berdik.